Assalomu alaykum bizani aziz yurtdoshlarimiz, hurmatli muxlislarimiz. Barchaga bayram muborak bo'lsin deb qolamiz. Navro'z ayyom hammani xonadoniga fayz baraka, sog'lik, omonlik, ajoyib kayfiyat olib kelishini tilab qolamiz. Mana biz bir necha kundan beri Surxondaryo viloyati bo'ylab gastrol konsertlarda xizmatdamiz, safardamiz. Xalqimizni kayfiyatini ko'rib, xalqimiz bizga bo'lgan mehrini, samimiyligini ko'rib juda ham xursand bo'lyapmiz. Orada ozgina shamollab qoldim, lekin baribir xalqimizni bizga iliq mehri va ulashayotgan haqiqiy muhabbati bizga yana ham pozitiv kayfiyat berib, umuman kasallik bilinmayapti. Hammasi zo'r. Kayfiyat juda ham a'lo tarzda. Sahnalarni bezatilishi, mana shunaqa chiroyli uylar, o'tovlar mana hammasi zo'r. Hammasi juda ham ajoyib. Xalqimiz mehriga ko'z tegmasin. Har doim shunaqa bayram kayfiyatida yuraveraylik. Biz esa Surxondaryo xalqiga va boshqa viloyatlarga ham doim xizmatda bo'laveraylik deb qaraman. Bugun mana Uzun tumaniga keldik. Uzun tumanidagi bayramga tayyorgarlik juda ham avjida. Sahnalar, chiroyli bezaklar, milliy libosdagi kichkina 7 dan 70 yoshgacha bo'lgan ajoyib nima deydi, sahna ko'rinishlari bilan chiqishyapti muxlislarimiz, yurtdoshlarimiz. Gap yo'q, hammasi juda ham bir-biridan ajoyib go'zal tarzda, hattoki o'tovlar ham bir boshqacha bezatilgan. Xullas, biz xursandmiz bugun Uzunda xizmatda ekanligimizdan. Ajoyib.